Tabiblar tavsiyasi Amir Temur o'limini tezlashtirganmi? Tarixiy manbalarda 1405-yilning qishi haqiqatan ham qattiq kelganligi, aholiga va chorvaga katta qiyinchilik keltirganligi aytiladi. Hatto Sirdaryo shu darajada muzlagan ediki, Temur qo'shinlari muz ustidan bemalol harakatlanib, yurishni davom ettirgan ekan. Ibn Arabshohning yozishicha, sovuq natijasida Temur Ibrida kasaliga chalinib, uni daf etish uchun tabiblar tavsiyasi asosida tarkibida isitadigan moddalar, xushbo'yliklar va rezavorlar bo'lgan xamir aroqni iste'mol qilgan. Tarixchi Xondamirning ham fikricha, Temurning o'limini tabiblar dori sifatida tayyorlagan aroq tezlashtirib yuborgan. Shuning uchun uning mijozida o'zgarish yuz berdi. Bu o'zgarishni tabiblar xumor belgisi bo'lsa kerak deb tushundilar. Yana unga 1-2 qadah berdilar. Harorati biroz taskin topdi, ammo vujudi tabiatiga sharob ta'sir qildi shekilli. Issig'i yana ko'tarilib ketdi. 807 yil Sha'bonning 10-chorshanba kunida mushkul kasallik og'irlashdi va vafot etadi.